Assalomu alaykum. CorelDRAW programmasining muxlislari. Bir ishni ixlos bilan qiladigan odamga muxlis deb aytiladi. O'ylaymanki, hamma bu video darsliklarni ixlos bilan o'rganyapti. Bugun 6-darsni boshlaymiz. 6-darsimiz poster yasash. Poster deb biror bir mahsulotni reklamasini, afishasini, bannerini poster deyiladi. Uni bezatish, оформление qilib yasash, shunaqa yasalgan rasm poster deb nomlanadi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan, biror bir biznes yurg'izish uchun ham, Facebook, Instagramga joylash uchun, mahsulotingizni reklama qilish uchun ham posterlarga muhtojmiz. Shuni yasashni o'rganamiz. Bunda bizga kerak bo'ladi. Men futbolka tanladim internetdan. Men umuman qaysi davlatda chiqqanini ham bilmayman. Futbolka. To'rtburchak shaklda rasm va tog' rasmini oldim. Futbolkada tog'i pechati bo'lgani uchun shunga mos bo'lsin deb оформленияsi uchun tog' rasmini oldim. Birinchi qiladigan ishimiz CorelDRAWda o'lchov birligini pikselga o'zgartirib olamiz. Millimetrda bo'ladi. Menda o'zi xos pikselda turibdi. Ya'ni pikseli deb yozilgan joyini tanlab qo'yasiz. Va shunda biza endi narsa chizsak, o'lchov birligi pikselda bo'ladi. Kvadratni olib chizamiz. Bir razmer beramiz. 1080. Mana 1080 pikselli kvadrat chizib oldim. Bu bizning posterimizning razmeri bo'ladi. Nimaga 1080? Chunki Instagramda asosan o'zi tavsiya qilingan razmer shu 1080 pikselli rasm bo'lishi kerak. Bu boshqa joylarga ham to'g'ri kelaveradi. Facebookga ham, Telegramga ham qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Sifatini yo'qotmaydi, joyi ham katta bo'lib ketmaydi. Xo'p. Poster yasayotganda o'zingizning ideyangizdan kelib chiqib, o'zingizning vkusingizdan, didingizdan kelib chiqib poster yasaysiz. Bugun men o'zimni didimdan kelib chiqib poster qilib beraman. Mishkani olib kelamiz, kvadrat bosilgan holida. Shunda yurg'izsak, sredniya точка degan joyi bor. Shu yoqqa olib kelgandan keyin yozuv chiqadi o'zi. Chizamiz yarimini. Mana shu teng yarimi olib rasmga qo'yamiz. Rasm ham 1080 pikselga to'g'irlangan bo'yi. Rasmdan tog'ini shu qismini kesib olaman. Ikkalasini belgilayman. Va tepadan пересечениеni bosaman. Bu menga shu ikkalasini orasidagi narsani olib beradi alohida. Mana rasmni chetga olib qo'ysam ham bu qismni kesib oldim. Mana. Bu ham turibdi, rasm ham turibdi va o'rtadagi joy kesib olingan. Agar bundoq qilib kesganimda menga mana bu joyni olib bergan bo'lardi. Olib kelib, buni ikkalasini belgilab L va E ni bosdim. Chapga va vertikal tomondan markazga joylashtirdim. Endi oqqa bo'yayman. Ustida turibdi. Ctrl Enter bosaman.
bitta narsani o'rgatib ketishim kerak. Bizda o'ng tomonda obyekt deydigan joyimiz bor. Bu eski CorelDRAW versiyalarida dispetcher obyektiv deb nomlanadi. 2020 da obyektiv deb nomlangan ekan. Bu yerda bizani mana shu maydonimizdagi hamma obyektlarimiz, rasm, liniyalar, tekstlar hammasi shu yerda turadi. Mana sloy 1 bu sloy nomi va uni tagida hamma narsalar shu yerda. Mana bossangiz belgilanadi. Prямоугольник mana belgilandi. Mana raster kesilgan rasm belgilandi. Ikkinchi raster. Shu spiska xullas. Shu yerda nima eng birinchida tursa, mana sloy 1 tagida turgan narsa sloyda eng ustida degani. Bu hamma narsani ustida. Agar olib kelib bossangiz shu belgilanadi birinchi. Hamma narsadan yuqori. Uni tagida yana boshqa narsalar joylashgan. Eng tagida mana prямоугольникimiz turibdi. Buni mishka bilan bosib, joyini o'zgartirib, eng tepaga chiqarsak agar mana bu hamma narsadan yuqoriga chiqdi va o'shaning uchun ham rasmimizdan ustiga chiqib qoldi. Mana endi men Ctrl End deb bossam, klaviaturadagi End harfini Ctrl ni bosib turib, bu spiskaning eng pastiga tushadi. Ctrl Home ni bossam, Home knopkasi eng yuqoriga chiqadi. Birdaniga eng yuqoriga, birdaniga eng pastga. Ctrl End, Ctrl Home. Ctrl Page Down ni bossam, bitta pastga tushadi. Sloydan. Ctrl Page Up bossam, bitta yuqoriga chiqadi. Mana Ctrl Enter bosib, eng pastiga tushirib qo'yaman. Bu sloy mavzusi haqida alohida mavzu bo'ladi. Hozir agar buni tushuntirib ketadigan bo'lsam, posterimizni yasash to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun ishda davom etamiz. Amaliy darsda kerak bizga hozir. O'zingiz ham xursand bo'lasiz, nimadir narsani bitirib, Corelda chizgan, tayyorlagan narsalaringiz ko'p bo'lsa, natija qilayotganingiz bilinadi. Mana men shu narsani yasadim, shu rasmni chizdim deb o'zingiz rag'batlantirasiz. Keyingi qiladigan ishimiz futbolkamizni agar biz mana olib bundoq qo'ysak, bu to'rtburchak bo'lib tushyapti. Bizga futbolkani o'zi tushishi kerak. Shuning uchun buni kesib olamiz. Kesish uchun buni masalan bloklab ham qo'ysak bo'ladi. Zablokировать qilib, surilib ketmasligi uchun mana endi bosilmaydi. Blokdan yechish uchun razblokировать bosiladi. Mana endi liniya chizadigan instrumentlar orasidan Kривая через 3 точкini tanlaymiz. Darslarimiz qizuvlashib ketaveradi bu yo'g'iga. Ishlatmagan instrumentlarimizdan ishlatamiz. Va chizadigan hech narsa bosilmagan holida chizadigan liniyamizning rangini o'zgartirib olamiz. Agar hozir men qora liniyada chizsam, futbolka ham o'zi seriy rangda yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Men yashilga o'tkazib olaman. Mishkani o'ng tomoni bilan va okey. Boshlaymiz. Bundoq qilib boshlasa ham bo'ladi yoki bundoq qilib qirrali qilib boshlasa ham bo'ladi. Kривая через 3 точкиdan foydalanish qiyin emas. Xo'p, agar bu liniya chizayotganingizda qalinlik qilsa, shu holida mana liniyani qalinligini o'zgartirish mumkin. Nuqtaga olib boramiz. Nuqtaga olib borganda uzil degan yozuv chiqadi o'zi va yana shu liniyadan davom ettiramiz. Agar uzil chiqmasa, ikki xil liniya bo'lib qoladi.
o'tib bergan darsimda tushuntirgan edim. Yana bir marta aytib o'tib ketaman. Mana mishkani bosib turamiz. Chizayotganda qo'yib yubormaymiz. Va kerakli joyga olib kelgandan keyin mishkani qo'yib yuboramiz. Lekin bosib qo'ymaymiz. Shunchaki qo'yib yuboramiz-da, mana shunda o'zgartirish joyi ochiladi o'zi. Keyin kerakli holga qo'ygandan keyin bir marta bosib qo'ysak, o'zi shu joyda to'xtaydi va yana olib borib mana o'zi yozuv chiqqandan keyin chizishni davom ettirsa bo'ladi. Demak, bosib turamiz, qo'yib yubormaymiz, oxirgi nuqtasini belgilab olamiz va endi qo'yib yuborib, bosib yubormasdan buni belgilab olamiz, qanaqa darajada qiyish o'tirishini. Va keyin yana davom ettiramiz. Mana aylantirib chizib oldik. Endi buni shunchaki kesib olmasdan turib, ozgina burchaklarini dumaloqlashtirib olamiz, qirrali joylarini. Bunaqa qirrali bo'lib qolsa, kesilib qolgani bilinib qolishi mumkin. Dumaloqroq bo'lib turgani ozgina chiroyli. Buning uchun mana liniyamiz bosilgan. Biza okno joyiga kirib, okna настройкиdan uglini tanlaysiz. Burchaklar deb nomlangan. Mana kirdik ugliga. Mana o'zi ko'k chizuvda ko'rsatyapti, qanaqa darajada dumaloqlashtirib berishini. Yashil holi hozirgi holi. Agar men buni применить bossam, bu yerda radius belgilab, skrugleniyadan radiusni o'zgartirsa bo'ladi. Shu yetadi bizga, lekin 2 piksel. Hamma narsa o'lchov pikselda ketyapti-yu, o'shaning uchun 2 piksel ko'rsatyapti. Shu darajada dumaloqlashtirib bersa bizga yetadi. Bundan ortig'i ko'payib ketishi mumkin. Применить. Mana bunaqa aytayapti, ayrim joylarni dumaloqlashtira olmadik, juda ham kichkina bo'lgani uchun deyapti razmeri. To'g'ri kelmadi 2 piksel deb aytayapti. Mayli, bizga uncha shart emas yog'i. Yetadi shuni o'zi ham. Mana dumaloqlashtirib berdi. Juda ham zo'r Corel funksiyalaridan bittasi. Rosa foydali. Qalarsa ko'p kerak bo'ladi. Ana qilolmagan joyi mana shu joy faqat. Kichkina bo'lgani uchun bu yoqqa tishi o'tmagan. Mayli, yetadi bizga shu ham. Endi mana liniyamiz bosilib turibdi va shift bilan rasmni belgilaymiz. Lekin rasm belgilanmaydi, chunki bloklab qo'yganman. Razblokировать qilaman birinchi buni. Endi qimirlaydi. Mana birinchi yashil liniyani bosdim, endi rasmni shift bilan. Va yana xuddi o'sha пересечение. Mana yashilni ichidagi joyi kesib olib beradi. Mana o'zi rasmida ham shu
oraliqqa belgilab qo'ygan ikkita kesishgan to'rtburchakni orasini olib beradi. Rasmni chetga olamiz. Mana kesib olindi. Endi oq foni yo'q buni. Bu hozircha turib tursin. Ctrl End bilan orqasiga o'tkazib qo'yamiz. Buni ustida turmasin. Bosilganda birinchi shunda rasm bosiladi. Yashil liniya emas. Chunki liniyani orqa tomonga o'tkazib qo'ydim. Endi nima qilamiz? Endi rasmni bosib turib, bu shundoq kesilib tursa-chi, qanaqadir kesib olingan rasmligi bilinib qoladi. Tekis bo'lib kesilib tursa. Azgina buni yedirib olib, blur qilib olish kerak. Buning uchun biza endi bu funksiya menimcha oxirgi versiyalarida bor. Effekti razmetist o'sha blur qiladigan joyda razmet kraya. Bu eski versiyalarda bo'lmasligi mumkin. Mana po Gaussu 2 va OK. Qani nima qilib berdi bizga? Mana endi tekis kesib olinmaganda mana blur bo'lib turibdi azgina o'sha. Hayotda ham o'zi shunaqa ko'rinadi. Kesib olingani bilinmaydi shunday. Shunaqa oldik. Yashil liniya bilinib qolmasligi uchun olib kelib liniyani rangini o'chirib qo'yamiz. Mishkani o'ng tomoni bilan. Mana endi rangi o'chdi, lekin liniya o'zi turibdi. Gruppa qilib qo'yamiz ikkalasini belgilab, Ctrl G bilan. Endi birga suriladi ikkalasi. Mana obyektida ham shu mana gruppa iz двух объектов deb yozib qo'yilgan bo'ladi. To'rtburchak oqimizni belgilab S bilan E ni bosib gorizontal, vertikal tomondan o'rtaga keltirdim. O'zi shu S, E larni men tushuntirib o'tdim o'tgan safar. Bu birinchi obyektni ikkinchi obyektga nisbatan joylashtirish funksiyalarini qanaqa qilishi. O'zi bu alohida o'tadigan dars. Buni faqat hozir emas, keyingi darslarimizda to'liq qilib o'tib beraman. Yana ham buni chuqurroq tushunib, yana qaysi joylardan obyektni выравнять qilish mumkinligini bilib olasiz. Joylashtirish mumkinligini. Hop, futbolkamizni kattalashtiramiz ozgina. Yetarli darajada javoshirib olmaymiz. Endi nima qilamiz? Ctrl U ni bosdim, gruppadan chiqardim. Mana gruppadan ochildi. Bu o'sha chizig'imiz boyiga yashil. Bu rasmimiz kesib olgan. Yashilni yoqib turamiz rangini. Va endi kontur instrumentini tanlaymiz. Bu hamma eski Corel versiyalarida ham bor. Va liniyadan ushlab turib, mana liniya belgilangan, chetidan ushlab turib, tashqariga tortamiz. Va 15 piksel yetadi, 15 piksel. 15 pikselni bosdim. Bu shu yashil chiziqdan bu qora chiziqgacha bo'lgan masofa. Va mana. Endi bu liniyani agar men shu holicha qoldirsam, buni bundan ajratib bo'lmaydi mana. Hop. Bosib belgilansa, konturi bilan birga suriladi. Lekin menga alohida bo'lishi kerak hozir. Buning uchun men mana spiskadan ikkalasini bosib turib, Ctrl K ni bosaman. Mana. Endi bu ajraldi. Ana yashil alohida, qora alohida bo'lib suriladi endi. Endi nima qilaman? Shu qora bilan men bu tog'a rasmini kesib olaman. Nimaga bunaqa qilaman? Chunki bu bilinib qolishi kerak emas. Buni kesib olsa ham bo'ladi, kesmasdan qilsa ham bo'ladi o'zi. Kesib olsa qanaqa bo'ladi, kesmasa qanaqa bo'ladi.
Mana ikkalasini belgiladim va исключениeni bosaman. Ya'ni shu qora shakl bilan rasmni belgilab, birinchi qora shaklni belgilaganim uchun mana endi nima bo'ladi? Qora shakl buni kesadi. Demak, исключениеda birinchi bosilgan obyekt, ikkinchi bosilgan obyektni kesib tashlaydi. Исключениeni vazifasi shu. Mana исключение. Kesildi. Ammo uni kesmasdan turib qanaqa qilsa bo'lardi? Maqsad shu oqqa olish. Mana oq ko'rinib qoldi buni. Bu kesildi rasm. Futbolkani ajratish edi maqsad. Qo'shilib ketmasin mana bu rasmga. Hop, kesmasdan turib, yashil bilan qorani birga belgilab, bu yoqdan объединениeni bossam, mana ikkalasi qora bo'lib qoldi, bitta obyekt bo'ldi bular. Endi buni orasi bo'yaladi. Mana buni oqqa bo'yashim mumkin. Pipetkani olib, rangi tanlab, hozir rang tanlanmayapti. Buni ustiga chiqaramiz, Ctrl Home qilib, mana endi tanlanadi. 254 edi. Hop. Shuni 250, mana pipetkada 000 bo'lib turibdi. Hop. Pipetkadan olib, bunga berdik va bu ham endi shu rangga oldi. Xuddi kesilgan effektni beryapti, lekin o'zi kesilmagan. Shunchaki ikkita liniya birlashtirib oqqa bo'yalgan. Qora rangini o'chirib qo'ysak, mana xuddi shu effekt chiqib kelyapti baribir. Bunaqa qilsak ham bo'ladi. Bu ham yaxshi variant. Faqat futbolkamizni birinchi planga chiqarib qo'yamiz Ctrl Home bilan. Mana sloyimizni eng tepasida turibdi. Endi qiladigan ishimiz ozgina yozuv qo'shamiz rasmga. Yozuvni ko'paytirib yubormaganman, xo'lo'zi. Instagram, Facebooklar ko'p yozuvli rasmlarni yoqtirmaydi. Mana hozirgi yozayotgan shriftim nomi Futurama. Menga yoqadi shu shrift va darslar davomida faqat shu asosan shu shriftdan foydalanib dars o'taman. Buni men o'sha mashqlar uchun fayllar degan papkamga sahrangiz tashab qo'yaman. O'sha yerdan olib ustanaviz qilib olsanglar bo'ladi, o'zingizlar kompyuteringizga tashab olsanglar. Mana o'sha shriftga endi o'taman. Futurama. Futurama emas, Futura ekan oti. Chiroyli shrift, qirrali. Shrift holidan, xo'p, har doim shrift holida bo'lish shart emas. Chizgan narsamizni qanaqadir noqulaylik kelib chiqarishi mumkin. Shuning uchun buni mana bosib, spiskada ham o'zi figurli tekst bo'lib turadi nomi. Ya'ni o'sha tekst shrift. Ctrl Q ni bossak, bu krivayaga aylanadi. Xuddi mana bu chizgan narsamizga o'xshab. Endi bu krivaya, endi buni uzillari bor, formaga o'tib turib, buni o'zgartirish ham mumkin, nuqtalardan tortib. Tekst holida buni qilib bo'lmaydi, shrift holida turgan bo'lsa. Bu yaxshi narsa. Rangini esa qanaqa qilgan yaxshi rangini. Mayda rangi hozir shunday turib tursin. Balki o'zgartiramiz. Mayli. Endi shu oq joyimizni o'rtasida turishi uchun biz nima qilishimiz mumkin? Buni har xil yo'llari bor. Hozir bitta yo'lni o'rgataman. Bitta to'g'ri to'rtburchak chizib, mana yozuvimizni bosib, keyin to'g'ri to'rtburchakni bosib, S ni bosamiz, S ni. Mana. Eng chetidan bu yoqqacha va endi markazga keldi. Mana. Shunda qiyshuv bo'lib turmaydi. O'chirib tashlaymiz buni. Agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, bu dumaloq buni to'rtburchak shakl kvadratimizni buni chetiga rang berib qo'ysak, liniyasiga bu yaxshiroq ko'rinadi. Keyin oxirida rangni o'chirib tashlaymiz.
qizuvroq qilamiz yozuvimizni. Yana bitta yozuv. Hop. Mountain, tog' degani. Mountains ham bo'ladi, tog'lar bo'ladi. Raftaliya degan shrift, yaxshi shrift bu ham. Buni ham tashab qo'yganman o'sha papkaga. Buni ham sindiraylik, mayli. Mana. Endi bu tekst holida emas, krivayaga aylantirdim, Ctrl Q ni bosib. Xuddi chizilgan obyektga o'xshab qoladi. Rangini hop, bunga nisbatan o'ng tomonga taqiyman va rangini o'zgartiraman. Mayli, xoscha shu rangni tutib tursin. Keyingi qiladigan ishimiz nima qilamiz? Narx yozamiz. Masalan 9950 so'm qizuvroq bo'lishi uchun. Yoniga davom ettiramiz. Mana o'zbek so'mi. So'm deb yozilmaydi o'zi. So'm deyish uje hech kim bunaqa yozmayapti ham. Ajratdim. Qanaqa qilib ajratdim? Mana hozir bitta edi bu tekst holida. Ctrl K ni bosdim. Probel tashalgan joylaridan bo'lib tashadi. 3 ta tekstga aylantirib qo'ydi. Bu kelasi bitta bo'lib tursin, Ctrl gruppa qilib qo'yaman. Bu alohida bo'lishi kerak. Bu bunaqa katta bo'lishi xunuk. Buni nima qilaman? O'zi hammasini birinchi shriftini o'zgartirib olaylik. Menga bu shrift yoqmayapti. Futuraga o'zgartiramiz. Mana. Futuraga o'zgartirgandan keyin umuman tekst holidan krivayaga aylantiramiz. Ctrl Q. Mana krivaya bo'ldi. Endi buni yarimiga keltiramiz, teng yarimiga. Buni qanaqa qilsa bo'ladi? Buni burchagidan tortib, kichkina bo'lib turgan bo'lsa, masalan, shu 0 ni teng yarimiga olib kelish uchun mishka bilan bosib turib, mishkani surib bu yoqqa olib kelamiz. O'zi mana krivaya degan joy, kray degan joyi chiqadi. O'sha yerdan uzil degan joyiga keladi o'zi mana. Uzil, shu o'rtasi uzilligining sababi markazi. Shu yerda uzil degan nuqtasi bor. Mana. Keldik. Oralig'i shundoq qolsin. Bizga yana bitta narx kerak. Xuddi bu arzonlashtirilgan narxligini bildirish uchun 199.950 so'm. Bunga ham shu 100s. Olib shu 100s'imizni qo'ysak ham bo'ladi, farqi yo'q. Shriftini o'zgartiramiz. 199.950 so'mligi zo'rda, 200 ming emasdi. Ko'rganda 199 ming bo'lib ko'rinadi. 200 mingdan xuddi 100 ming arzon-de. Insonni ko'zini aldaydi bu ham. Buni ham razmerini kichkinalashtiramiz. Shu 100s razmer, bo'yini razmerini olib shunga berib qo'ysak ham bo'ladi. Asosiy planga chiqib ketish kerak emas bu. Eski narxligi bilinishi kerak. Balki ko'ramiz, balki o'zgartiramiz. Buni ham krivayaga aylantirdim. Krivaya deb shu o'zi hamma chiziladigan narsalar, shu perioda chiziladigan narsalar o'zi hamma chizilgan shaklda krivayada bo'ladi. Eng asosiy spiskada ishlatiladigan narsa krivaya, eng o'zgartirishga qulay narsa ham krivaya. Obyektni ham, o'zi mana ham to'rtburchaklar ham krivaya bo'lmaydi. Prямоугольник bo'ladi nomi. Ctrl Q bosilsa, keyin bu krivayaga aylanadi. Shunda buni mana bu funksiyalari yo'qoladi.
formaga o'tganda burchagidan tortib dumaloqlashtirib tashlashlar prямоугольник holida bo'ladi. Agar bu krivayaga o'tsa, bu уже tortsangiz dumaloq bo'lmaydi. Faqatgina nuqtasi surilgani qoladi, o'zgaradi. Va xohlaganingizcha o'zgartirasiz. Xohlagan shaklingizni berasiz. Krivayada. Ctrl Q ni bosgandan keyin krivayaga o'tadi. Ctrl Q deyshadi o'zi inglizchasiga. Shriftni ham xuddi shunaqa krivayaga aylantirdim. Razmerlarni to'g'rilaymiz, UZS tepaga olamiz. Buni bosib turib, buni tegi bilan bir xil qilish uchun men B ni bosaman, botdimmi? Bundan surib turib, chetga buni ham shu 0.5 ga olib kelaman. Qarang, hozir uzoqroq bo'lgani yaxshi deb bo'lib kelayotganda. O'zi, ana. Orasini ozgina ochamiz. Balki kattalashtiramiz hozir razmerini. O'ng tomonga olaylik. Ozgina kattalashtirar ekanmiz, ko'rinmay qolmasin. Atgacha mashaqqatcha qilaylik. Ko'rinishi uchun hozir belgilab olamiz. Mana shu yoqqacha olib kelib ko'raylikchi. Mana. Ko'rasizmi, birinchi narsani ikkinchi narsaga nisbatan aniq bir joyga olib kelish uchun men chizuvlardan foydalanyapman. Yaxshi shu razmer, sar orasini ochamiz. Faqatgina rangi qop-qora xunuk bo'lib qoldi. Buni ozgina o'zgartiramiz ranglarini. Asosiy rang, ikkinchi darajali ranglarni farqlatish uchun rangini o'zgartiramiz. Nima qilamiz buni? Buni biza rangini seriya qilsak bo'ladi. Har biriga yana ishlov berib chiqamiz. Bu rangni o'chirishimiz kerak biza. Eski bu narxni o'chirishimiz kerak. Eski narxlarga bo'linishi uchun chizuv chizamiz. Ko'rildi xohlaganingizcha narsa qilib tashlaysiz bo'ladi. Mana shu tomonlari yaxshi. Gruppa qilamiz ikkalasini. Bu chizuvni bunga nisbatan S, E ni bosib o'rtaga olib kelaman va kalta bo'lgani uchun cho'zamiz. UZS yopilishi shart emas. Mana yana gruppadan chiqaramiz. Shuna har xil gruppadan olib, gruppadan chiqarib ishlasa bo'ladi bemalol. Cho'zib va buni bosib gorizontal tomondan markaziga keltiramiz. Liniya sal ingichkalik qiladi bu. Qalinlashtiramiz. Qani qanday bo'lar ekan bu? Sal qalin. Shunday bo'lsin. Faqat rangi qizil bo'lsin. Xo'p, mana bu liniya agar men olib borib rang o'chirib mishkani o'ng tomonini bossam, rangi o'chib ketadi. Hech narsa qolmaydi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Buni men endi obyektga aylantiraman. Liniya abris obyekt hisoblanmaydi. Buni ichi bo'yalmaydi. Buni faqat tashqari tomoni, liniyani o'zi bo'yaladi. Buni ichi asosi bo'lishi kerak. Bu to'g'ri burchak shakl bo'lib ko'ringani bilan bu o'zi liniya. Rangi o'chirilsa yo'q bo'lib ketadi, hech narsa yo'q. Mana buni asos. Shu chiziq faqat. Unga berilayotgan qalinliklar faqat ko'zni aldaydigan narsalar. Bu aslida yo'q narsalar. O'sha bo'lmaydi, bos bo'lmaydi, o'zlari chiqmaydi. Liniya holida men buni obyektga aylantirish uchun Ctrl Shift Q ni bosaman. Mana Ctrl Shift bostirib
Qani bosaman. Endi bu obyektga aylandi. Endi bunga alohida liniya bersa bo'ladi, mana. Endi bu alohida obyekt. Bu shunchaki ko'zallaydigan qalin liniya emas, bu endi obyekt. Uni alohida o'zini liniyasi bor. Rangi o'chirilsa ham mana, bu o'zi o'chmaydi. Liniyasi o'chadi rangi, lekin asosi mana. Bu to'g'ri to'rtburchak uzun chizilgan obyekt. Buni nuqtalarini surib ham o'zgartirish mumkin. Bu endi liniya emas. Menga masalan shuni to'rtburchakligi yoqmayapti. Buni o'zgartirib, men o'sha Google ga kirib, mana faska qilamiz. Faska emas, krugliniya qilamiz. Применить. Mana endi bu bunaqa chiroyli chiziq bo'ldi. Liniya holida buni qilib bo'lmasdi. Xo'p, hamma narsa deyarli tayyor bo'lib qoldi. Fonimiz bor, tog' rasmli. Yaxshi, yomon emas. Chiroyli turibdi. Oq rangimiz bor, futbolka, Mountains, narx va brend nomi kerak endi bizga shu. Kim sotyapti buni? Qaysi magazin? Qaysi brendning mahsuloti? Brendni ham yasab tashlaymiz hozir. Bahonada yana ayrim narsalarni o'rganib olasiz. Mana men nima qildim? To'rtburchak chizdim va buni kontrolni bosib turib 45 gradusga aylantirdim, tekis qilib. Va endi kontrolni bosib turib yonga surib, men buni kopiya qilaman. Mishkani o'ng tomoni bilan. Mana kopiya bo'ldi. Endi bunga qalinlik beribman. 3mi, 4mi? Mayli, 4 bo'lsin. Bu ham liniya hozir faqatgina qalinlik berilgan. Asosi o'zi mana ko'rinmayapti ham deyarli. Ctrl Shift qani bossam, agar hozir mana o'chirib tashlasam, buni yo'q bo'lib ketadi. Ctrl Shift qani bossam, endi bu obyektga aylandi. Endi buni o'ziga liniya bersa bo'ladi. Endi bu o'chib ketmaydi. Obyektga aylandi. Liniyadan o'zgardi. Kelasini belgilab, mana hozir men yana ham tushunarli bo'lishi uchun yana bitta narsa o'rgataman. Ikkita obyekt o'rtasi kesishib o'tgan. Men xohlayapman masalan shuni qo'shilib ketishini. Nima qilaman? Ikkalasini belgilab слияние. Bu eski ko'rinlarda объединение deb nomlanadi. Lekin shu shaklda, shu ko'rinishda слиянияni bosiladi. Mana bu endi chiziqlar yo'q bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketdi. Bir-biridan uzilmas bitta obyektga aylandi. Mana. Endi o'rtaga olib kelib, buni boshqa rang qilaman ko'rinishi uchun. Nima qilaman? Masalan, buni o'lchayman, razmerini necha bu? 1.41 ekan. Men 1.41 deb yozaman buni eniga. 1.41. Xo'p, nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Chunki biz pikselda turibmiz. Biz millimetrda o'lchadik razmerni. To'g'rimi? Ha, mana millimetr. Bu oson, shartda единицani millimetrga o'zgartiramiz va endi 1.41 deb yozamiz. Eniga 1.41. Bu agar hozir men shu holatda bunday kesib olsam, mana buni kesib olish yo'llarini ham o'rgataman. Mana bitta boya o'rgatdim. Bitta obyektni bosib, ikkinchi obyektni belgilasak, birinchi belgilangan obyekt ikkinchi obyektni kesib tashlaydi va o'zini saqlab qoladi. Bu ham yo'qolib ketmaydi. Shunaqa rejimi borki buni kesib tashlash, o'zini yo'qotib kesayotgan obyektni, faqat kesilgan obyektni qoldiradiganlari bor. Bu qalinlikni men buni teng yarmiga olib kelib oldim. Mana mishka bilan bosib turib, buni chetiga olib kelib, endi olib kelsam sredniy точкаga keladi. Mana xuddi shuni teng yarmiga tushdi. Va yana buni markazlashtiraman vertikal tomondan. Endi belgilab ikkalasini men задний minus передний degan kesish uslubidan foydalanaman. Ana. Qizil to'rtburchagimiz o'zini yo'qotdi, o'chib ketdi va bizga kerakli narsani qoldirdi. U kerak emas edi. Mana shunaqa qilib kessak ham bo'ladi. Demak, tushunib oling. Agar ikkalasini belgilab исключение qilinsa,
bu kesilgan narsa o'chib ketmaydi. Исключение bo'lmasa, sizlarda nomi boshqachadir, lekin shu shakl. Agar bunisi bosilsa, mana kesilayotgan obyekt o'chib ketadi, butunlay o'chib ketadi va kesilgan obyekt o'zi qoladi. Bizga hozir shu kerak. Rangini oq bo'lsin. Brendimizning nomi, logotipi shu. Nomini ham yozamiz hozir. Bu men M bilan W ni qildim. Bu M, bu W. Man and Woman degan butik bo'ladi bu. O'zim to'qib chiqarib olmam buni. O'zi bunaqa butik bormi yo'qmi bilmayman ham, ko'rmaganman hech qayerda bunaqa logotipi ham. Xo'p, orasiga end qo'shamiz. Enterni bosib, endi kichkinada yozamiz. Caps lockga bosdim, kichkina bo'ldi. O'z caps lock katta qiladi, menda bosilib turgan edi. Bu shriftni o'zgartiraman. Va Ctrl K qilib buni ajrataman bir-biridan. Mana bitta edi, bular sursa, Ctrl K ni bosdim. Hali ham tekst bo'lib turibdi. Hali ham shrift holida, lekin 3 ta. Mana obyektiga kirsak, figurli tekstda 3 ta mana shu uchalasi. Turibdi. Buni yana bitta qilishim mumkin bo'lgan ish, hali ajratmasdan turib, Ctrl Z qilib orqaga qaytdim. Formaga o'tib, buni orasidagi intervalni, masofani kamaytirish mumkin. Shundoq qilib turaylik. Mayli, yana kamaytiraylik ozgina. Hozir aytaman nimaga bunaqa yopishtirib qo'yganim. Ctrl K ni bosdim, ajratdim bir-biridan va endni kichkinalashtiraman. Mana. Shuning uchun shunaqa qildim. Ctrl K ni bosib, bo'ldi, endi krivayaga o'zgartirib oldim va gruppa qilib, rangini oq qilib, bunga nisbatan markazga keltirib, ozgina kichkinalashtiramiz va enini bu bilan bir xil qilib qo'yaman. Buni enini razmerini kopiya qildim va buni belgilab, bunga вставить qildim. Mana endi bir xil markazda sal kichkinalashtiramiz, katta bu bilinib qolmasin. Demak, mana futbolka bor, brand butik nomi bor, futbolka deb yozilgan, Mountains nomi ham bu modelni, narxi eski narxi. Mana yangi skidkadagi narxi. Va faqat ozgina effektli yetishmayapti ayrim. Qanaqa effektli? Masalan, shu tog'imizda slishkam kontrastli. Oldi planga chiqib ketib qoldi. Futbolka bilan bir xil turibdi. Sal orqaga ketkizish kerak buni. Buni nima qilamiz? Prozrachnostga o'tib, ozgina prozrachnost beramiz. Qarang, dabdala narsa bo'ldi. Hozir uni o'zgartiramiz mana tepadan, svoystvasidan. Fontanniy zalivkada turuvdi. Buni однородная прозрачность qilamiz. Lekin o'chib xunuk bo'lib yo'qib ketdi. Bundan обычныйdan умножить bosaman va men buni o'zgartiraman. Foizini. Masalan, 30%. Yo'q. 20. Mana shu 20% bo'lib tursa. Ko'rasiz, o'zingizni didingizga qarab foizini ham to'g'rilab olaverasiz. Mana shu yerdan o'zgartirsa bo'ladi. 15 qilsangiz ham bo'ladi. Bunga katta ahamiyati yo'q. 15 qildim men. Hop, men bu ham silishim bunaqa. Men ozgina prozrachnost berib, umnожить bosilsa va 15 25 bo'ladi. Buni rangidan o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Lekin men shunaqa qilib ochartirishni xohladim, prozrachnost berib. Hop, bularni ham ozgina ochartirib o'zgartiramiz.
rangini olib bunga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi pipetka bilan. Mana posterimiz tayyor. Hamma narsa qilindi. Deyarli ortiqcha narsa shart emas, faqat rasm qilib saqlanib chiqsak bo'ldi. Mana yana o'sha pikseliga o'tib olamiz. Ko'rib tekshirish uchun общий belgilaymiz hamma narsani. Mana hamma spiskada belgilanadigan narsalar. Shuncha narsadan foydalandik posterimizda. Ctrl G ni bosib qo'ysak, mana 12 ta obyektdan iborat gruppaga aylanadi. Sursak ham birga suriladi. Ana shunaqa poster tayyorlaysiz va belgilab, buni Ctrl E, ya'ni Ctrl Export. Ctrl bilan E ni bosib, nom berib, poster deb. Format JPEG masalan. Mana men o'zi saqlanib qilgandim bundan oldin. Poster deb yana bir marta saqlanib qilamiz. Va RGB ni tanlash esingizdan chiqmasin. Simik bu pechat uchun moslangan ranglarning turi. U printerlardan chiqarishga moslangan simikda. RGB ekranli ranglar uchun. Telefon, kompyuter va boshqa hamma ekran ranglari RGB da bo'lishi shart. Simikda saqlanib qilsangiz dabdala bo'ladi, hammasi o'zgarib ketib. Posterga kiramiz va mana bizani posterimiz futbolka yomon emas. Nima internetda ham shunaqa turadi rasmlar. Bundan ortiq bo'lmaydi-yu. Bundan ortig'ini ham qilsangiz bo'ladi, albatta kreativnost kerak, uchun ko'rilni yaxshi bilsangiz. Albatta bundan ham chiroyli narsalar qilsangiz bo'ladi. Bu ham lekin futbolkaning dizayniga mos fon, shunga mos skromniy dizayn bo'ldi. Ortiqcha hech narsa yo'q. Xohlasangiz buni o'zingiz didingizdan kelib chiqib boshqacha poster tayyorlashingiz ham mumkin. Shunaqa poster tayyorlasangiz ham o'zi ko'rgan klient wow deydi, buni ko'rib. Ana manekenga kiyg'izib qo'yib, orqada aji-buji fonlarda, ko'chalarda, qanaqadir magazinlarning ichida olgan rasmdan ko'ra shunaqa rasm e'tiborni ko'proq tortadi va odam sotib olish xohishini ham oshirib oladi. 6-darsimizni ham qildik va siz mana shuni albatta qaytarib qoling. Xohlasangiz o'zingiz boshqa narsa chizing, g'oyangizdan foydalanib, yoki men shu narsalarni tashab qo'yaman. Futbolkani ham, tog'a rasmini ham, shriftlarni ham tashab qo'yganman. O'sha papkaga kirib, shularni olib, foydalanib, kesib, poster albatta tayyorlang. Shuni qilsangiz o'zi yana ham ko'proq o'rganib, ko'rildan chizish qo'lingizdan kelib boraveradi borgan sari. Bu yoqqa ko'paytiramiz shunaqa narsalarni, xudo xohlasa. O'rganib, bir safar chizib, bir safar o'rganib darslarda davom etaveramiz. Rahmat sizga. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.